Kotellarda, umli kotellarda optim joyiga kelganmiz. Assalomu alaykum. Hormang Hajon aka. Va alaykum assalom. Charchamayapsizmi aka? Rahmat. Ulug'bek. Nima bu aka? Ularni saunalarga, keyin kichkina o'zimizni xonadondagi banyalarga ham qo'ysa bo'ladi. Par chiqaradigan qilib pechga qilib qo'yganmiz. Atroflariga tosh teradimi buni? Bularni atrofiga tosh tersa bo'ladi. Bu pechkalarda ham bundan tashqari yana 4 xil 5 xili bor. Ularni ham rasmini qo'yib turamiz hozir. Tayyori yo'q, rasm bor. Bo'ldi aka. Endi katta saunasi bor akalarga baseyni bo'lsa, baseynini isitgani ham kotellar qilib beramiz. O'sha saunada topli pol bo'ladi. Shunga o'xshagan nimalarni ham pasini isitgani ham kotellarimiz bor. Kecha kuni bir Surxondaryodan akamiz aloqaga chiqdi. Xudo xolasa u akamizga ham gaplashib kelishib qolsa yetkazib beramiz. Bu narsalarni qo'yishgan oldin ustakalarimiz qo'ygan. Ha. Bundan tashqari har xil kvadratda bor. Mana ko'rsatsangiz bo'ladi. Oldingi videolarda ham qo'yganmiz. Quvaga 100 ta zakaz olganmiz deb. 100 ta? 100 ta o'sha kotelimizni olganmiz. Ha, bu ko'rib turgan kotellardan 100 ta zakaz olishibdi. Ichkariga kirib ko'rsak ham bo'ladi. Mana hozircha nalichida bor. Necha kvadratdan necha kvadratgacha qilib beraverasizlar aka buni? Bular 150 kvadratdan 2500 kvadratgacha xudo xolasa yasab olib borib ishlatib teshib beraveramiz. Bularga miyalarni ham yangiliklarni qilib qo'yganmiz. Uni ham hozir tashqari chiqib ko'rsatamiz. Yamiz kelib qoldi-yu. Garantiyasi bormi bu kotellarda? Kotellarga garantiya 3 yil garantiya beramiz. Ha, hamma kotelingizga 3 yil garantiya. Hammasiga 3 yil. Bunkerli kotellarimiz ham bor ekan-a? Bunkerlik ham bor, mana. Buni nima funksionalligi bor? Bularda aka eng anaqasi mahallaning ko'mirini ham yoqib tekshirishdi bular. Ha, ko'mir tanlamaydi ekan. Klientlar o'zlari video tashab, aka siz haliga Belolma ko'mirdan yaqin dedi. Biz mahallaning ko'mirini olib kelib, elab o'zimiz yaqib ishlatdik. Yedigini qo'shnilarga sotdik deb shunaqa qilib pirkov qilib videolar tashlab berdi. Eng haliga nima deydi, jaydari deymizmi, tozalashga ham, yoqishga ham hamma nimaga qulay. Mana shu kotellarni men brendida anaqa qilib qo'yganmiz. Qo'rg'on kotel men deb nima deydi? Brend deydimi? O'zinglar brendinglar. Ha. Bular 150 kvadratli, bular 250 kvadratli. Bularni yana boshqacha hozir tashqarida ko'rsatamiz. Orqadan yonadigani ham bor. Orqada bunkeri bor. Endi bu kulini ham tozalaydigan varianti bu. Ha, kul ham chiqmaydimi bundan? Ha, buni ichlari ham boshqacha bo'lgan. Buni birinchi yoqqanda mana bu yerlarga ham kuli unaqa o'tib ketmaydi. Mana pastdagi nimasi shunaqa ishlangan. Diplomatlari, kitoblari shunaqa ishlangan. Miyalarni ham o'zimiz qilamiz. Buni oldingi videolarni ham qo'yganmiz. Endi oyoqlantirib o'tib keta olamiz. Bundan tashqari hozir yana boshqacha miya qilganmiz. Segmentli qilib ekrani boshqacha bo'ladi. Hozir 10-15 kunda, 1-2 haftada Wi-Fi miya yasayapmiz. Xudo xolasa funksiyalarni yozib nima qilyapmiz. Ular ham chiqib qoladi xudo xolasa. Sotuvda bo'ladi. Sotuvda bo'ladi. Butun O'zbekiston bo'ylab xudo xolasa bo'ladi. Mana miyani ham ko'rsatib qo'yaylikmi? Ha. Qo'l avtomatlarga. Aka, hozir ham mana bitta yer olib qo'yaylik-da. Nima vazifalar bajaradi aka bu? Bu hozir 6 xil funksiyasi bor mana. Menyuni mana ezib tursangiz, sozlamalar bo'limiga o'tadi. Mana o'tdi. Birinchisi mana suvda harorati mana 40 ga qo'yilgan. Buni xohlagan gradusga ko'tara olasiz. Keyingisi qo'yi deb qo'ygani bu asha 40 ga qo'ygan bo'lsangiz 35 ga qo'yasiz. U yoki bo'lmasam 30 ga qo'yasiz. Suv 30 gradusga yetganda ventilyatorda o'chiradi. Ponni o'chiradi, sirkulyatsioniy nasos ishlab tura oladi. Keyingi nimasi? Mo'rini harorati mana. Mo'rini ham asha nimaga qo'ysangiz, xohlagan haroratga qo'yasiz, datchigi bor. Oshiqcha issiq mo'riga chiqib ketsa, ventilyatorda pasaytiradi. Bu dimmeri deb qo'yamiz. Ventilyatorda balandlatib pasatsangiz bo'ladi. Bu sirkulyatsioniy nasosda mana 40 ga nechiga qo'yilgan bo'lsa, mana 47 ga hozir padacha 47 ga qo'yilgan ekan. 47 ga yetganda sirkulyatsioniy nasos ishlashni boshlaydi. Sovuq suvni bema'nidan bema'ni aylantirib olmaydi. Ya'ni hamma yo'qda o'zi miyasi ligrotka qilib, hamma narsani o'zi vazifani bajara oladi-a bu? Ha.
Faqat mana olib ishlatsa bo'ldi. keyin dam olish vaqtini ham qo'ysa bo'ladi. Sirkulyatsioniga ikkita funksiya qo'yilgan mana. Hozir bu 00 da turib, uni bemalol ko'tarib tushirsa bo'ladi. Uje mana xotiraga saqlandi. Ha, uje nastroykasi bo'ldi. Ha. Uyga borib ishlatsa bo'ldi. Ishlash jarayonlarini ko'rib qo'yasizlar. Katta yo'ldan mashinani bitta olib qo'ying, ana klapan qilingan. Ventilator o'chgan mahalda klapan yopiladi. Svet o'chgan mahalda buni ichida ko'mir oz bo'ladigan bo'lsa, o't yonib, suv qaynab ketishi mumkin. Ha. O'sha klapan havoda to'sib qoladi-da, fonni o'chirib tura oladi. Lekin cho'q o'chib qolmaydi, suv qaynashini oldini oladi. Shu narsani ham qo'shib qo'ygan. Zavadskiy o'yladi o'zi bor. Har taraflama o'ylab chiqilgan. Aha. Sirkulyatsiyonning simi ham mana alohida. Xudo xolasa, siz xohlagan turdagi aqlli ko'llar yasab yetkazib beramiz. Dastavkalar ichida 3 yil kafolat. Nomerlarimizni pastga qoldiramiz. Ahadjon aka, aqlli ko'limiz yoqqan bo'lsa nima qilishsin? Like bosib. Like bosib kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Xudo xolasa kuzatishda davom etinglar. Hali bundan zo'rlari oldinda. Miyani tepadan yonadiganga ham, pastdan yonadiganga ham tushiradi miya, aytib qo'yaylik. Qo'l-avtomat katta yo'llarda hammasiga tushiradi. Tanlamaydi. Ha. Murojaat qildi, O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz, xudo xolasa. Miyani ham agar hali menga manaqa funksiya deydiganlar bo'lsa, misol 50 tadan eng kami 50 ta oladiganlar bo'lsa, xohlagan funksiyada qilib beramiz. O'zining ham brendlarini urib, lekin oldindan pul beradi. Bo'ldi. Murojaat qildi, xudo xolasa yasab yetkazib beramiz. Sifatli ko'llar hammasi bizda. Manzilimizni qaytarib o'tamiz. Manzilimiz Andijon viloyati Qo'rg'ontepa tumanida. Qo'rg'ontepa tumanidan Navoiyga tushib kelishingizni pastki to'rgujidan oyim tarafdan chiqayotganingizda yo'lni bo'yida Qo'rg'on katta yo'l bor. Bog'cha bor to'g'risida, 7-bog'chani oldida. Kelarasizlar.